xatni bera oling. Zo'r paytlarda boqo. Salla yurgansanlar avtobusda tiqilinchda. Men o'sha paytdan mashinada yurardim. Undan keyin ham chiqmasam kerak avtobuslaring. Assalomu Bahodir aka. Vahshiy sekin ishlayapsanlar ukam. 20 ta odamsanlar. Tasha yana 5-6 ta. Xo'p aka. Va anu joyi men aytgandek qilsam. Tushundingmi? Bolalarga ozgina pul kelayotgan aka. Rashid. 100 ming 200 ming berib qo'yaman ularga. Qo'shimcha ishchi kerak emasmi sizlarga? Yo'q, ishchilar yetarli. Salfettali. Pulim yo'q deb. Bizda azitincha yordam qiling. Rostdan aytaman, qizim pulim yo'q. O'shaning uchun ham uyga peshkom olib ketyapman. Kitobimizda ketding, oyog'i zaif qolmaydi. Makil salfetka oling. Yo'q, olmayman salqin. Salani ham tepalaringda rahbarlaring bor. Kuniga kassa topshirishlaring kerak, salla ham. Bilmadim, lekin sallaga pul bergim kelmaydi, bor. Alo. Adasi, kelishingizda non bilan tuxum olib keling. Bolalaringizga nimadir pishirib berardim. Ukam shu yerda olib beraver. Xo'p bo'ling. Bu ovqatlarni sabab qilib bering. Aytmanmi senga qolgan ovqat yeydigan?